kim nima desa desin, akrildan yasalgan mebellar baribir hech qachon trenddan qolmaydi. Agar uni ranglarini to'g'ri tanlab, to'g'ri kombinatsiya qilib, minimalizm stilida mebel yasatsangiz, hech qachon sizni joningizga tegib qolmaydi. Qaranglar qanaqa yonib turibdi. Ko'pchilik aytadi, glansiy akrillar bo'ldi, umri o'tdi deb. Yo'q, o'rtoqlar, agar to'g'ri tanlansa rang, to'g'ri dizayn qilinsa va shunaqa ko'rinishda mebel yasalsa, qanaqa turishini o'zingiz guvoh bo'lasiz. Agar mebel yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yavering. Qaranglar, ozgina men joylashuvini ko'rsataman. Xolodilnik, moyka, gaz to'g'ri joylashuv ketyapti. Yashirin xolodilnik. Va bu yerda moykani tagidachi mana bunaqa polkani qo'yib olsangiz juda ham foydali bo'ladi. Posuda moyka qo'yilgan, gaz qo'yilganda g'ona profil akkuratni ustidan o'tib ketyapti. Qaranglar qanaqa mehr berilgan, oynalar qilingan. Bu videoni saqlab qo'yinglar. Vizual ko'rinish, tayyor ko'rinish. Agar shu rangni yasatsangiz, oldindan bilasiz qanaqa chiqishini mebelni. Mebel yasatmoqchi bo'lsangiz o'zingizga murojaat qilaveringlar. Nomerlarni yozib qo'yaman.